Mana Cobalt tashqi qismidan shu midline, lekin salon qismi umuman boshqa bo'lgan. Akalar, afshifka qismlarini qaranglar, mana qop-qora, juda ham zo'r yechimlar qilishibdi. O'zining rangi eski holat juda ham xunuk bo'lardi. Hozir mana qop-qora qilib, uni salon o'zgacha holatga kelgan. Rahmatlarni ham qora materiallardan bo'lgan. Endi rul knopkasini ustanovka qilgan, ustaga borib o'tirmaysiz. Bizga ham jicha ziyon qilishibdi yerda. Bu tomondan Black Panel qilib o'tirmaysiz. Salon qismida bitta ko'rlar, chexollarini qaranglar akalar. Kojinni akalar. Как zavod. Bu chexolni ham masalan $500 tiktirishingiz mumkin edi. Endi bunga ham zo'r yechimlar qilib qo'yishibdi. Xudo xolasa poliklari ham qora bo'lgan. Akalar, bitta salonni ko'ramiz, monitorlari, bas mashinada ancha katta o'zgarishlar bo'lgan. Tormoz sistemalarida ham o'zgarish bo'libdi. Motor qismida ham qanaqangadir qo'shimcha narsalar qilingan. Tabloni qaranglar akalar. Vobshem boshqacha. Rullar ham qora bo'lib, lekin salon umuman endi mana jentrachilar xatolamaysizlar, уже Cobaltchilar o'tib ketib qolyapti akalar. Cobaltni juda ham zo'r yangi yillar qilib qo'yishibdi. Salon lekin juda ham o'zgacha chiqibdi. Orqa qismlarini bitta ko'rib o'tamiz. Xolasa asli sizlarga mana yangilikni biri bo'ladi. Shu videoda Cobaltchi akalarga jo'natib beramiz. Endi bir maza qilasizlar akalar. Xudo xolasa jo'natib olamiz. Shuncha mehnat qilingan, zo'r mehnat qilishibdi. Xullas, zavodda ham zo'r o'zgarishlar qilsa bo'lar ekan-ku. Xullas, mashina prosta zo'r chiqqan. Shu videoga like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa orqa qismlarida bitta shu kamera qo'yishmoqda. Agar monitorga kamera ham qo'yib qo'yilganda, shu zo'r yechim bo'lgan bo'lardi. Xudo xolasa hozircha bo'lsa kalitni olib chiqib yurg'izib ko'ring. Mana mashinaning yurgan holati, rullar tayyor terilgan, multimedialariga, cruise controllarga ishlaydi. Tablolar ham ponyan o'zgargan. Bu tomonda monitorlarni qo'yib qo'yishgan. Bu zavodskiy shu kanal orqali hamma yo'qlari ishlaydi. Xudo xolasa. Menimcha bunda kamera yo'q-a? Endi kamerasi yo'q. Shu yo'q ekan. Qani o'zdan. Bitta shuni qo'shib qo'yilganda vobshem zo'r bo'ladi. Uni qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa. Lekin juda ham bomba, zo'r yangilik bo'ldi. Shu videoda Cobalt chakalarga jo'natib qo'yamiz.